Assalomu alaykum dunyo bozorining ashaddiy muxlislari, opalar, singillar, aka-ukalar, Toshkent shahar Sergeli Xonobod mahallada 3 sotik yerimiz sotilyapti. Bu biznesmen akalarga videoni tashlab qo'yinglar, sababi bu yerga juda ham chiroyli kottedj qursa bo'ladi. Glavnisi bu yo'lni yuzida. Ma'zur tushuntiraman. Toshkent shahar Sergeli Xonobod mahallada Qo'ylu bilan Sergelining glavniy yo'lida joylashgan 3 sotik yer. Bu yerda narxlari 27-30 bo'layotgan vaqtda egalari juda ham arzon narxga beryapti. Mana shu yerda hisoblashyapti. Mana shu yerda devor tortamiz deyaptilar. Oldi fasadini ko'rsatamiz. Oldi fasadi 13 metr oldi fasadi chiqyapti. Juda ham mana mahallani ko'ringlar, juda ham go'zal. Chap tarafimiz 100 metr maktab, o'ng tarafimizda bog'cha, metro, hamma narsa yaqin bo'ldi. Apteka deysizlarmi, mana ko'rsanglar bo'ladi. Mahallamiz juda ham go'zal. Yo'l yuzida tadbirkor akalarga eng qizig'i bu uyni egalari baltir qilaman deyaptilar. Mana bunaqa chiroyli kottejlar ham qurib qo'ysanglar bo'ladi. Oldi fasadini ko'ringlar, juda ham go'zal. Xo'p, oldi fasadi 13 metr, ichkariga 26-27 metr kirgan. Menlar chiroyli qilib kottej qursanglar bo'ladi bu yerga. Sizlar qurguninglarcha xudo xolasa kanalizatsiya ham kelib qoladi. Ko'chalarimiz mana burchatga bo'lgan. Uyi egasiga dom kerak. Agar domga baltir qilaman deydigan insonlar bo'lsa, domdan uchastkaga ko'chaman degan insonlar bo'lsa, domga ham gaplashaman deyaptilar. Shu Sergeli massiv atrofida domlar bo'lsa, 2 xonali o'sha yerda baltirga gaplashamiz deyaptilar. Pastda egalar nomerini yozib qoldiramiz. Eng qizig'i narxni aytmadim. Bu yerda narxi 23,5 ming so'ralyapti. Ozgina sunnatiga kami bor. 3 sotik 23,5 mingdan hisoblasangiz ham stop qiling.